Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Sizlar bilan Mister Rizo kanali va men Muhammad Rizo. Do'stlar, men bugun Telegramda tursam, Real Madridning rasmiy yangi ochilgan kanalini topib oldim. Bu kanalda ajoyib qo'shiq bor ekan. Real Madrid muxlislari uchun. Eslatib o'taman, men bu qo'shiq bilan Real Madridni nomeradin, ba'zi muxlislarni yomonlamoqchi emasman. Faqat yana bu qo'shiqni sizlarga taqdim etmoqchiman. Agar tayyor bo'lsangiz, kichkinagina introdan so'ng sizlar bilan o'sha qo'shiqni eshitamiz. Hadi ketdik. Mustafa.net Futbolka kiyib yuramiz, biz Realga muxlis bo'lamiz. El Clasico'ni birga ko'ramiz. Faqat g'alaba olg'a yuramiz. Bu yil finalda yutamiz. O'sha kun kelishini kutamiz. Haqiqiy Real fanati bormi yoki Barsaniki ko'proqmi? Attak boru, men Madridliman. Gretni Krishtianuga o'xshash holiyman. O'lik hayotda ko'rmaganman. Nasib qilsa choyxonaga chaqiraman. Tak tak hisob ochiladi. Benzema yana gol urganda, endi bayram qilaveramiz. Chunki maydonga tushtiramiz. Marcelo himoyada da Varan bilan la Isco, Modric, Tomi, Kroos. David Belda kuchli skors. O qiz, kimga fanatsiz? Real Madridga. Madridning muxlislari. Kayfiyat har doim. Raqiblarga uramiz. Gol. Chiqdik birga endi finalga. Omad tilaymiz sevimli TVga. Bugun maqsad saxovatda yutish, g'oliblikni qo'lga kiritish. Bizga qizumas raqiblar, Realni qilish, tanqidlar. Hop, o'ylayizlar top. Bizda baribir chempionlik ko'p. Casillas bo'lmasa ham zato nafs bor. Kalla qo'ysa ham baribir Zidan zo'r. Barsa muxlislar metrosdan Kela bizga qo'shiling la Kelinglar do'stino bo'lib yashaymiz. Barsani muxlislari nega? Kayfiyat har doim. Bunyodkor muxlisi. Mana aziz obunachilarimiz, yangi qo'shig'imizni sizlarga taklif etdik. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yana bir bor aytaman. Men bu qo'shiq bilan Realdan boshqa klub bir tiyin yoki umuman klub emas degan ma'noni anglatmoqchi emasman. Shunchaki bu qo'shiqni sizlar bilan baham ko'rdim. Do'stlar, ajoyib yangiligim bor. Agar kanalimiz a'zolari 50 taga yetsa, biz sizlar bilan birinchi streamimizni amalga oshiramiz. Birinchi streamning mavzusi esa hali tayyor emas. Sizlarga omad. Tezroq bo'linglar. 50 taga yetkazaylik. Chunki stream kutib qoldi.